Assalomu alaykum saboqdoshlar. Bizning tur uzilib ketib qoldi. Biz bayatdan 19 darsning muzokarasini qilib bo'lgan. Endi biz tunugun olgan imtihonninki savolini ishlaymiz. Bizning tunugunki darsninki tunugun olgan imtihonda o'quvchilarninki ko'p sondagisi bir savolda xatolashgan. Hozirga qadar 100 olib kelgan o'quvchilar mush savolda ketib qolgan. Bizning imtihonimiz jami 10 savol. Her birisi 10 numar. Shuning uchun belki diqqat qilmasanglar bo'lmaydi. Endi qaraydigan bo'lsanglar, birinchi savol munosib almashni tanlang deb bir cümle berib, cümlening o'rtasida bir bo'sh o'rin bor. Masalan, Ayna beytu ya ikhwan. Endi bu boşununga ayna beytuhum ya ikhwan demdik. Ayna beytukunna demdik. Ayna beytuke ya ikhwan demdik. Ayna beytukum ya ikhwan demdik. Albatta ya ikhwan degan bu yerdagi biz xitob qilgan kishilar erlik ko'plik shaklda bo'lg'achqa, buningga kishilik almashningmi erlik ko'plik shakldagi ulanganini kelamiz. Qaysi bo'ldi? Beytukum bo'ldi. Kum erlik köprük. Üçüncü şəxsinə gəlməyim çünki biz xitab qılıvatımız. Qarandaşlar deb ikinci şəxsinə gəliriz. Şuna kum əklişimiz bu doğru. İkinci sual münasib fiilni tanlang. Ayna boş urun ya axi. Qarandaşım nəgə? Ayna zahabtu, zahabta, zahabti degan bir qancha tanlashni berdim. Buning uchun to'g'risi qaysi? Zahabta. Nəgə bardın sen qarandaşım? Zahabta bardın sen. Üçüncü sual münasib cevabını tanlang. Ayna zahabtunna ya ahavat. Kız qarindaşlar, qayerga bardinglar? Endi javobda zahabtunna ilal madrasa. Bardinglar maktabga. Zahabna ilal madrasa. Bard ular maktabga. Zahabna ilal madrasa. Maktabga bardim. Qaysi to'g'ri? Albatta buning to'g'ri keldigini bizdan so'g'andaki bizni ayol kishi o'rniga qo'yib, buningga mutakallim shakldagi javob to'g'ri. Zahabna barduq biz maktabga. To'rtinchisi munosib almashni tanlang deb bu yerda biz kishilik almashning bosh kelish shaklini berdik. Banatul mudarris, ya'ni banat nima qizlar, ayollik ko'plik. Endi buningda antum banatul mudarris demdik yoki anti demdik yoki antunna demdik yoki anta demdik. Albatta banat ayollik ko'plik bo'lgan ekan, bunda antunna banatul mudarris deymiz. Bunda asosan hammani to'g'ri ishlayapsizlar. Beshinchisi munosib almashni tanlang deb saatu ka jamilatni yalayla demdik, saatu kum jamilatni yalayla demdik, saatu ki demdik yoki saatu kunna demdik. Ya Leyla, Leyla xanım, saatiniz şeylikken bo'lgan ekan, ayollik birlik bo'lgan ekan, buningdagi bu almashning ayollik birlik shaklini qo'yamiz. Burada saatuki jamilatni ya Leyla. Oltinchisi munosib jumlani tanlang. Mushu savolda eng ko'p o'quvchilar xatolashgan savol. Balki 60% o'quvchi bu savolda xatolashibdi. Nima uchun deganda, men Uyg'urchada bular deb berdim. Bular aeroplanlar. Bularni qanday shaklda berdim? Ko'plik shaklda berdim. Chunki aeroplanlar nima ko'p. Ammo biz buni arabcha jumla tanlaymiz. Arab tilida qanday ishlatadi? Aqlsiz narsaning ko'pligiga ayollik bo'yicha ishlatadi. Unda bo'lgan ekan, ha ulay toira desak bu xato. Uyg'urchada bular deb ishlasakmi, arabchada xato. Nimishqa? Toirat aqlsiz ko'plik bo'lg'achqa, buningga ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz degan qoidaga asosan hadihi Tairat deymiz. Bunda ko'pincha xato ketdi. 7-chi savol munosib jumlani tanlang deb ovlar, hojilar deb berdim. Buningda bir qismi qo'shlar xato ketgan. Ovlar, hojilar degan bir aqlliq bo'lg'achqa, inson bo'lg'achqa, ovlar yiroq ko'plik bo'lg'achqa, ulaika hujjajun. Ulaika degan uchun to'g'ri. 8-chi savol tuandagi jumlalardan to'g'ri javobni tanlang. Kama ajalatan lid-darrajati ya Muhammadu. Muhammad velosipetimizning qancha velosipetimizning qancha aqiba? Buningda
Leha aceleten. Onun iki çarkıba deb tanlandı hata. Nima uchun? Lahu. Bu birincisi lahu. Bu hata. Nima? Çünkü hu degan zamir erlik şekildeki zamir. Darraja degan oxirida ayollikning ta'sibi ayollik shakldagi ism bo'lg'achqa bunga lahu deb qaytish xato. Qaysi to'g'ri? Laha ajalatan eng oxirdagi to'g'ri. 9-si munosib tamizini tanlang deb bir savolni berdim. Kamdan keyin kelgan ism nima qiladi? Zo'r qiladi. Bu qoida, tamiz ol. Kam uxtun xato, kam uxtan ikkinchisi to'g'ri. Bunda ko'pincha o'quvchilar yana xatolashgan. Uxtan, chunki kamdan keyin kelgansa nima qiladi? Zo'r qiladi. Bu qoida. 10-si tövəndəki cümlələrin to'g'ri cümlə tanlanda bu cümlə xatolik var. Ya'ni kamdan keyin kelganda zo'r qilib qo'ygan, izr qilib qo'ygan, pesh qilib qo'ygan, ko'pik. Esimizda bo'lsin. Kamdan keyin kelsa nima qiladi? Birlik shaklda zo'r qiladi. Kam taliban fil fasl. Buni birinchisi to'g'ri. Mana bu imtihon savollari ancha qiyin emas. Darsni takrorlagan bo'lsangiz, cho'qim bunda o'tib ketsizlar. Unda bo'lsa arkadaşlar bizningki imtihon sonunki mulohazasi o'sha yerda oxirlashdi. İnşallah kelarki saatlik dersimizde ko'rishaylik. Agar tushunmagan savollar bo'lsa so'ranglar. Boshqa tushunmagan savollar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi mushag'achlik bo'ladi. Adavası o'quvchilardan boshqa tushunmagan mazmuni yo'q o'xshaydi. İnşallah kelarki saatlik dersimizni ko'rishaylik.